Bolangizda yoki uyda kimdadir bit paydo bo'ldimi? Xavotir olmang, bugun sizni uy sharoitida tayyorlanadigan vosita bilan tanishtiraman. U atigi 30 soniyada ta'sir qila boshlaydi, bitlarni yo'qotadi va ularni butunlay yo'q qiladi. Eng quvonarlisi, bu vosita arzon va tayyorlash juda oson. Kerakli mahsulotlar: 1 osh qoshiq osh sodasi, 3 osh qoshiq sevimli konditsioneringiz. Tayyorlanishi: idishda osh sodasi va konditsionerni yaxshilab aralashtiring. Bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiring. Qo'llanilishi: maxsus bitga qarshi taroq yoki oddiy taroq yordamida aralashmani ildizdan uchigacha sirting. Sochni bo'laklarga ajrating va zararlangan joylarni to'liq tarang. Har bir bo'lakni sekin tarang, har safar taroqni qog'oz sochiq bilan artib oling. Shunda bitlar qayta sochga tushmaydi. Boshning barcha qismini sabr bilan tarang. Tavsiyalar: aralashmani yuvmasangiz ham bo'ladi. Sochda 15-20 daqiqa qoldiring, so'ngra odatdagidek iliq suvda yuving. Zarurat tug'ilganda har 3 kunda takrorlang, to bitlar va g'o'ralardan butunlay xalos bo'lguningizcha. Agar bu maslahat sizga yoqsa, saqlang, ulashing va sog'liq hamda uy uchun foydali maslahatlar olish uchun obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha